2-3 sotix maydonga qurilgan ikkita bir xil kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Ikkovi ham 2 qavatli qilib qurilgan. Oldilari asfalt qilingan holatda va asosiysi kislorodga juda ham boy joyda turibmiz. Shahar territoriyasiga qaraydi. Shahar territoriyasida bo'lganda ham Gulistonning orqa tomonidagi uchastkalar massivida turibmiz. Jivoz qog'oz mahallasida biz yangi qurilayotgan hokimiyat bilan oralig'i greta 800 metr 1 kilometr atrofida juda ham hashamatli qilib qurganlar. Bemalol yengil avtomashina sig'adi. Ichkarida zelion zona, tashqarida ham bitta to'basida archalar ekib zelion zona uchun chiroyli joylar qoldirib o'tganlar. Bu yoqda esa o'ng qo'lda letni kuxnya bo'ladi. Xohlasangiz oldini shishali qilib yopib bo'linglar. Bemalol buni letni zimni qilib ishlatsalaringiz bo'ladi. Bu yoqda qozon qo'yralar, oldida mangalni joylari, yana qo'shimcha qozon qo'yralar uchun joylar qoldirib o'tilgan. Yana moykalar ham, gaz plitalar ham qo'ysalaringiz bo'ladi. Tepalar alikapon qilingan. Tungi manzarasini pastda rasmini qoldirib o'taman. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerga esa kirishimiz bilan zimni oshxona qilib qo'yganlar. Steyajka shkatulkalari qilingan. Bu yerda santexnika montajlari ham qilib qo'yilgan holatda. Bu tomonda esa kattagina hol bo'ladi. Mana bu eshikdan ham bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Bu yerda elektr montajni ham joylari qoldirib o'tilgan. Xo'p, bu yerda zinan tayda o'pish sanuzi uchun joy qoldirilgan. Bu esa birinchi mehmonxonamiz. Orqa hovliga chiqadigan eshik ham shu yerdan qilingan. Orqa hovlimizda ham alohida tatyolxona uchun joy qoldirib o'tilgan hamda oyoqdagilar to'liq kafil qilingan holatda. Davom etamiz. Pastda bitta mehmonxona, katta hol hamda bitta yotoqxona qoldirib o'tilgan. Yotoqxonaning ichida sanuzul qilish uchun ham quvur qoldirib o'tilgan, tepasida shaxtalari bilan birga. Endi esa ikkinchi qavatga tezda chiqib videoni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan yana bitta katta hol hamda 3 ta alohida xona bor. Shunda uchastkamizda umumiy 5 ta alohida xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzul uchun joy hamda 2 ta oshxona bo'ladi. Qalin o'rtoqlar birga yashayman deydigan aka-ukalar bo'lsa videomizni ulashib qo'yinglar. Ikkita kottejimiz ham sotuvga qo'yilyapti. Egalari o'zlari uchun mo'ljallab shunaqa rasxod qilgan ekanlar. Chunki tungi manzarasini ko'ryapsizlar. Kottejimiz yonib turadi. Holni kattaligiga ham bitta baho berasizlar. Mana bu maxsus toshlarda ishlovlar berilgan, hamma yo'g'iga, tashqi fasadlariga juda ham chiroyli chiqqan va ko'rib turibsizlar o'zlaringiz kislorodga to'la boy hududda turibmiz. Pastki manzaralari ham juda ham chiroyli. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarni hamda lokatsiyasini qoldirib o'tyapmiz. Bemalol aloqaga chiqib kelib ko'rib ustida baraka qilsalaringiz bo'ladi.